Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Agrobank Marhamat filiali hamkorligida Andijon viloyati Marhamat tumani Alitepa mavqei 53 ka sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda qizil piyoz ekilgan. Maydon hajmi jami 10 gektar. Uzunligi 440 metrga, bo'yi 560 metr. Bu yerga qizil piyoz zamonaviy ekinlar bilan yetishtirilib kelinmoqda. Hozirda piyozlarimiz unib chiqish jarayonida. Ekinlar yetishtirish 90 kundan 120 kungacha davom etadi. Yetishtirishda zamonaviy sug'orish usullari va mineral o'g'itlar bilan sug'orilmoqda. Ushbu loyihada oturishda dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir xo'jalik uchun o'rtacha 15 sotixdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyiha samaradorligini oshirishda Istiqlol yangi bozori MChJ biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 42 tonna, jami 420 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirilib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalari daromadlari yanada oshirib boriladi.